Aka buni ichiga sig'maysiz. Yo'q, men olganni ko'ryapman aka. Pechka olmoqchimisiz? Aha. Sizga bundan ham zo'r tejamkor pechka ko'rsataymi? Ha? Olasizmi? Ha? Ketdik. Aka 17 Pro Max'ingiz bormi? Yo'q, olmadim hali. Mana pechkani 17 Pro Max'i. Shu pechkani ishlatsangiz 17 Pro Max ishlatgandek bo'lasiz. Buni ham 3 ta kamerasi bor aka. Aha. Mana shu yerda shunday ochsangiz likvidonchasini. Aha. Bu yerdan shuni yarg'achachani tiqib, Aha. bitta gulguchani chaqasida. Aha. Mana bu yerdan pista ko'mirchani g'uvvat to'kasiz. Yetadi deb yonaveradi. Agar sizga kuchliroq yonishi kerak bo'lsa, mana likvidonchani sal ochib qo'ysangiz, shirillab yonaveradi aka. Ko'ryapsizmi? Ikkita teshikchani. Uyingizda ham, siz ishxonangizda ham bunaqa ventilyatsiya shaxtasi yo'q. Mana shu ikkala joydan tutunni burqillatib tortib, mana mo'richadan otib beraveradi. Aka, bu anu apelka pechkalarga o'xshab bangala ketmaydimi? Aka, kallangiz joydami? Bu yer sharidagi eng xavfsiz pechka. Buni kraskasi bor, na o'tda kuyadi, na sarg'ayadi, na o'chadi. Agar mabodo harralik qiladigan bo'lsa, yangi pechka qo'yib beramiz. Zo'r, ammo katta ekanda, buni rasxodi ham ko'p bo'lsa kerak. Hech qanaqa rasxod yo'q. Bu o'ta ekonom pechka. Siz uyingizda 2 millionlik o'tin yoqsangiz-chi, ishda bunda 1 millionlik yoqasiz, tushundingizmi? Keyin mana likvidondan-chi, kechqurun. Bir paqir ko'mirchani tashlab, bunday yoqasida mana uni sal ochib turib, balki obodastani qo'yib, damda olaverasiz. Yana qanaqa komfort kerak sizga? Yo'q, zo'r. Narxi qanaqa ekanmi? Narxi aka, siz istarali odam ekansiz. 950 ga berib yuboraman. Vashshi qimmat. Bayari 50 o'tdim, olasizmi? 900 ga olasizmi? Bo'pti, bizni ko'rib turganlar, aga kelib narxini tanlasa yana tushib berasizlarmi? Tushib beradigan joyi qolmadi. 900 dan kelib olib ketaverasizlar. Yo'q, tushib berasiz. Aha, tushib beramiz. Siz olib keting uchun 900 Bo'ldi, oldik. Ma'qul. Qosimjon